Birinchi bo'lib yaxshilab tozalab olishimiz kerak. Ko'ryapsizlarmi? Qirilib, chizilib ketgan. Hozir sprey bilan bularni hammasini ketkizib, yengillik qilib beramiz. Sepilishidan oldin o'zimizga qulay qilib joylashtirib olamiz va 1 metr uzoqlikda sepishni boshlaymiz. Birinchi sloy sepilgandan keyin shunaqa ko'rinishda bo'ladi va 3-4 daqiqa qurigandan keyin detal yuzasiga laminatsiya bo'lib yopishib oladi. Oradan taxminan 4 minut vaqt o'tdi va ikkinchi sloy sepilishiga tayyor. Hozir ikkinchi sloyni ham sepib ko'rsatib beramiz. Mana ikkinchi sloyni ham sepib oldik. Ko'rayotganingizdek, qirilgan chizilganlari hammasi ketgan. Bu ozgina qurib olgandan keyin glansividan polumativiga o'zgaradi va keyin yana qaytib yig'ib qo'ysak bo'ladi. Bu oldi parogida esingizda bo'lsa juda ham qirilib ketgan edi. Sepilgandan keyin hammasi yopilib, yengidek bo'ldi. Oradan 20 minut o'tdi va avtomobilga qaytib yig'ib qo'ydik. Egalariga ham rosa yoqdi. Ko'rayotganingizdek, effektivniy bo'lib, juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga